4-chi bob. Butkul İsrail xalqi Iordan daryosidan o'tib bo'lgandan keyin Parvardigor Yoshuvaga mundaq dedi. Sen xalq orasidan har bir qabiladan birdan jami 12 erni tanlab ularga aytqin. Daryoning o'tirsidagi ruhoniylar o'ri tug'an yerdan 12 toshni elib, bu toshlarni bugun kashda sizlar qarorgoh quradigan yerga elib bosin. Shuning bilan Yoshuva har bir qabiladan birdan jami 12 erni tanlab, ularni bir yerga jam qilib, ularga mundaq dedi. Sizlar Iordan daryosining o'tirsidagi Parvardigorning ahdi sanduqining oldiga beringlar. Hamda İsrail qabillarının soniga asosan har biringlar daryodan birdan tosh elib, yudib kelib, bu toshlar bilan bir obida tiklanglar. Kelgusida sizlarning ballaringlar sizlardan bu toshlar nemini bildirdi deb so'raganda, sizlar ularga Parvardigorning ahdi sanduqi Iordan daryosidan o'tkazilganda daryo suyuning iqishdan to'xtaganligini so'zlab beringlar. Bu toshlar İsrail xalqiga bugun bu yerda nima ish yuz berganligini mangu eslatadi. Tanlangan bu 12 er Parvardigorning Yoshuvaga deganidek, Yoshuvaning amri bo'yicha Iordan daryosining o'tirsidan İsraillarning 12 qabilasi uchun 12 toshni yudib, yeni qurgan qarorgohga elib keldi ve şu yerda obida tikledi. Yoshuvamu Iordan daryosining o'tirsida ahdi sanduqini ko'targan ruhoniylar o'ri tug'an yerga 12 tosh dizib qo'ydi. Bu toshlar hozirmi ashu joyda shu peti turmoqda. Parvardigorning Yoshuva orqali xalqqa qilgan barliq amrlari ado qilinib bo'lguncha ahdi sanduqini ko'targan ruhoniylar Iordan daryosining o'tirsida o'ri turdi. Bu Musa payg'ambarning Yoshuvaga ilgari bergan yo'l yo'riqidek bo'ldi. Xalq tezla daryodan o'tgan edi. Butkul xalq daryodan o'tib bo'lgandan keyin ahdi sanduqini ko'targan ruhoniylar daryodan chiqib xalq to'pining oldiga o'tdi. Ruben ve Gad qabilasi hem Manasse qabilasining sharqiy yerimi Musa payg'ambarning aytgani bo'yicha qurollanib, qolgan xalqdan burun daryodan o'tdi. Urushga tayyorlangan 40 mingcha qurolliq odam daryodan o'tib, Erixa tuzlanikiga keldi. Parvardigor ularga yor idi. Şu kuni Parvardigor Yoshuvani butkul İsraillarning oldida ko'kka ko'tardi. Xalq Musa payg'ambarni qandoq hurmatlagan bo'lsa, Yoshuva olamdan o'tkicha u shundoq hurmatlandi. Parvardigor Yoshuvaga ahdi sanduqini ko'targan ruhoniylarga daryodan chiqishni buyurg'in dedi. Shuning bilan Yoshuva ahdi sanduqini ko'targan ruhoniylarga daryodan chiqishni buyurdi. Parvardigorning ahdi sanduqini ko'targan ruhoniylar daryodan chiqib, qirg'oqni dashishi bilan tang daryo suyi asli holatiga kelib, toshqinlab oqdi. Xalq Iordan daryosidan o'tib, Erixa shahrining sharqiy tarafining sirtidagi Gilgalda qarorgoh qurgan vaqt 1-oyning 10-kuniga to'g'ri keldi. Yoshuva Iordan daryosini elib kelingan 12 toshni Gilgalda obida qilib tikladi. Yoshuva İsrail xalqiga mundaq dedi. Kelgusida ballaringlar sizlardan bu toshlar nemini bildirdi deb so'rsa, sizlar ularga Iordan daryosining suyi to'xtab,
İsrail halkının quruq daryodan o'tganligini so'zlab beringlar. Parvardigorimiz Xudo xuddi burun ajdodlarimiz Qizil dengizdan o'tib olguncha uning suyini to'xtatib bergandek, biz Yordan daryosidan o'tib olguncha uning suyini to'xtatib berdi. Parvardigor yer yuzidagi barcha xalqning o'zining kuch qudratini to'nib yetishi uchun hamda sizlarning Parvardigorimiz Xudodan har vaqt qo'rqib, uningga itoat qilishinglar uchun shunday qilgan edi.